Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli tinglovchilar. Yana siz bilan qalblarga quvonch ulashuvchi, ko'ngillarga iliqlik olib kiruvchi sevimli boshlovchingiz Baxt. Bugungi kuningiz har tomonlama xayrli, barakali va xotirjam bo'lsin. Bizni eshitib turgan har bir qalbga baxt, omad, sog'lik va tinchlik tilaymiz. Qalbingiz yorug', kuningiz esa shodlik va quvonch bilan to'lsin. Unutmang, bir iliq so'z, bir samimiy tabassum insonning butun kunini yoritib yuborishi mumkin. Shu sababli biz bilan qoling azizlar, chunki oldinda sizni yana yurakdan yurakka yeltadigan tilaklar, iliq so'zlar va quvonchga to'la lahzalar kutmoqda. Allo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kimidi bu? Nigoraxon opaning telefon raqamlarimi? Havo. Yaxshimisiz? Sog'-salomatlisiz? Shukr, rahmat, yaxshi. Ilohim har tongingiz qalbingizga nur olib kelsin, har kechangiz esa sukunat va xotirjamlik bilan o'tsin. Kirib kelgan muborak Ramazon oyi sizga va butun xonadoningizga cheksiz qut-baraka olib kelsin. Tutgan ro'zalaringiz, qilgan tilovatingiz, to'kkan ko'z yoshlaringiz, qilgan duolaringiz va bergan sadaqalaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Tinchlik, iqroqibat, fayz va baraka aslo arimasin. Allohim olganimiz kelsin. Rahmat uka. Hammasiga arzisiz. Men tabrik loyihasidan boshlovchi Baxt bo'laman. Bugun sizni 2 karra muborak ayyom bilan muqaddas Ramazon oyiga yetganingiz hamda Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lib yashashdek eng ulug' va sharafli ne'mat ila tavallud ayyomingizni qarshi olayotganingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat. Ilohim Alloh sizga sog'lik, eng go'zalini, umrning barakalisini, qalbning eng pokini ato etsin. Aytganingiz kelsin. Rahmat uka. Sen ham sog' bo'l. Ilohim, yoshingizga yosh qo'shilib emas, savobingizga savob qo'shilib borsin. Har bir nafas olganingizda ibodat, har bir qadamingizda ajr bo'lsin. Farzandlaringizdan rozi bo'ling, ularning kamolini, baxtini, to'y hashamlarini ko'rib yuring. Xonadoningizdan quvonch kulgusi arimasin, dasturxoningizdan rizq, baraka uzilmasin. Ramazon oyining nurli saharlari va fayzli iftorlari siz uchun yangi umidlar, yangi quvonchlar olib kelsin. Qalbingizda eng nozik tilaklaringiz ham shu muborak oy hurmati bilan ijobat bo'lsin. Ilohim. Nigoraxon opa, endi aytingchi, bu samimiyatga, mehrga boy tabrik qaysi yaqinlaringiz nomidan deb o'ylaysiz? Ne bileyim, Eselxon qizim chiqar. Taxminim bo'yicha. Emas. Yana kimlar xayolingizga kelyapti? Bunyodbek Balommaga. Ular ham emas. Bilmasam. O'g'il qizim yonimda o'tiribdi. Qo'shnilarim ekan. Yo'q, qo'shnilaringiz ham emas. Keling, unda sizni ko'p ham qiynamasdan aytaman, sizni juda ham yaxshi ko'radigan, tilidan, dilidan tushmay har onda opam deb eslaydigan singlingiz Ozodaxon opaning nomidan edi. Rahmat ukama. Ozoda bor yonimda. Nigoraxon opa, hozirgi vaqtingizdan olib yana qalbingizga quvonch, mehr chashmasiga yanada mehrli so'zlarni olib keldim. Singlingiz Ozodaxon opa sizga alohida qalbining tub-tublarida asrab kelayotgan tabriknomalari, dilnomalari bor edi. Eshitishga tayyormisiz? Hozir o'tirgan ekansiz va bu so'zlarni tilida aytolmagandir, balkim men hozir bu so'zlarni men orqali men o'zim o'qib eshittiraman. Yaxshi, rahmat. Sog' bo'lsin ukaman. Allohning rohatini ko'rsin.
Ilohim aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum jonimdan aziz mehribonim Nigoraxon opajonim. Bugun sizning tavallud ayyomingiz. Shu munosabat bilan singlingiz sifatida qalbim to'la mehr va sog'inch bilan sizni chin yuragimdan muborakbod etaman. Opa, siz men uchun shunchaki opa emassiz. Siz hayotimdagi eng yaqin sirdoshim. Dardimni aytsam yengillashadigan suyanchim. Quvonchimni bo'lishsam yanada ko'payadigan baxtimsiz. Bolaligimdan qo'limdan yetaklab to'g'ri yo'l ko'rsatdingiz. Har doim mehr bilan bag'ringizga bosdingiz. Sizdan umrbod minnatdorman. Sizning mehringiz juda boshqacha, sokin ammo chuqur. Qattiq gapirsangiz ham tagida faqat yaxshilik yotadi. Har doim oilamizning fayzi, xonadonimizning nurisiz. Siz bor joyda totuvlik bor, baraka bor, iliqlik bor. Ilohim, Allohim sizga sog'likning eng mustahkamini, umrning eng barakalisini, qalbning eng xotirjamligini ato etsin. Har bir qilgan yaxshiligingiz o'zingizga ming barobar bo'lib qaytsin. Yuzingizdan tabassum arimasin. Ko'nglingizni hech qachon g'am bosmasin. Farzandlaringizning kamolini ko'rib, ularning baxtidan rohat topib yuring. Juftingiz bilan qo'sha qaring. Mehringiz yanada ziyoda bo'lsin. Har bir yangi yoshingiz sizga yangi quvonch, yangi muvaffaqiyat va yangi orzularning ushalishini olib kelsin. Opa, men sizni juda yaxshi ko'raman. Borligingiz uchun shukr. Hayotimda opa degan ulug' ne'mat borligi uchun o'zimni baxtli his qilaman deydilar. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin jonim, opajonim. Alloh sizni doimo o'z panohida asrasin deb qoladilar. Rahmat. Ko'madam rahmat. Udan bolalarning rohatini ko'rsin, ishlarini omad. Ilohim aytganingiz kelsin. Hurmatli Nigoraxon opa, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham aynan qalb to'plaringizda asrab kelayotgan so'zlaringiz bormi? Mana shu singlingiz Ozodaxon opaga va aynan yaqinlaringiz, farzandlaringiz, ahli oilangizga atalgan so'zlaringiz, tilaklaringiz. Tilaklarim shu, elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Hamma sog' salomat, ro'za-i Ramazoni qutlug' bo'lsin. Opa-singillarim sog' yursin. Ilohim. Farzandlarimga da sog'lik tilayman. Ilohim. Ukama rahmat, o'zini adinni. Allohning adinni sog' bo'lib, kuyov bilan qo'sha qarasin udan. Ilohim aytganingiz kelsin. Siz ham Ozodaxon opani baxtiga sog' salomat bo'ling. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga sog'lik, uzoq umr, xonadoningizga tinchlik va baraka tilab qolamiz. Har bir yangi kuningiz quvonch va muvaffaqiyatlarga boy bo'lsin. Hurmat bilan tabrik loyihasi jamoasi xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazib oling, salomat bo'ling. Yaxshi uka, rahmat. Hamma yaqinlarimiz rahmat aytaman. Sog' bo'lsin, ming baxtimga. Senam sog' bo'l, ishlaringga omad. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz.